Keyingi savolimiz qaysi plomba, plomba haqida ma'lumot bering. Qaysi plomba yaxshi? Yaxshi savol. Birinchi navbatda plomba keladigan bo'lsa, bugungi kunda eng yaxshi plomba bu svetovoy plomba hisoblanadi. Ya'ni nur bilan qotuvchi, galogen nur bilan qotuvchi plombalar hisoblanadi. Plombalar juda turlari ko'p. Bular asosan kompozitniy sistemaga, shishanemer svetovoy plombalar. Bularning asosiy funksiyasi o'sha kavakni, ya'ni bo'shliqni to'ldirib turish hisoblanadi. Plombalar, misol uchun svetovoy plombalarni men maslahat bergan bo'lardim qo'ydirishni. Chunki svetovoy plombalar yopish darajasi juda yuqoriligi, keyin rangi tish bilan почти birligi, ya'ni yaqin kelishi o'ta mustahkamligi, uzoq vaqt xizmat qilishi sababli men svetovoy plombani maslahat beraman. Svetovoy plombani keyingi anaqasi ikkilamchi karies, ya'ni ikkilamchi residiv kariesni oldini oladi ham, ya'ni qo'yilganda atrof to'qimasi zararlanmaydi tishni. Bugungi kunda bemorlar ko'proq svetovoy plomba yaxshi deyiladi, lekin rangi o'zgarishi bor deb shikoyat qilib kelishadi. Albatta svetovoy har qanday plombani tishi rangi o'zgaradi, ya'ni tishga qo'yilganda uzoq davomiyligi 1 yil yoki 2 yil maslahat beriladi va bemorga uni tushuntirib o'tiladi. Svetovoy plombalar asosan 3 guruhga bo'linadi: makrogibrid, mikrogibrid va nanogibrid. Eng yaxshisi nanogibrid hisoblanadi. Svetovoy plombani nomlari juda ko'p. Buni asosan farqlashi shu uchala, ya'ni makro, mikro va nano bilan ajratiladi. Uni misol uchun koreyskiy plombalar bor, yaponskiy bor, Amerikaniki bor, X plombalar. Juda plombaning turlari ko'p. Men maslahat beraman svetovoy plombani qo'ydirishni, so'ngra uni rangi o'zgarishi borligini bilishni, ko'proq chaynov tishlarga qo'yilsa bu yaxshi hisoblanadi, lekin oldilarga qo'yilsa ham bu yaxshi, lekin rang o'zgarishini bu bemor bilishi kerak. E'tiboringiz uchun rahmat.